O'zbek shou-biznes olamining taniqli vakili xonanda Munisa Rizayeva yangi video murojaat bilan chiqdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. O'zining betakror uslubi va pozitiv kayfiyati bilan muxlislari diqqat markazida bo'lgan taniqli xonanda Munisa Rizayeva ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida yangi video murojaati bilan chiqdi. Bu safar xonanda erkaklarga qizlar uchun sovg'a tanlashda maslahat berib, o'zining hazilkashlik bilan muxlislarining kayfiyatini yana ko'tardi. Yigitlar, qizlarga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, mana shunday uzuklar tanlang, deya xonanda bo'ynida taqib olgan katta va noodatiy bezakni ko'rsatib hazil qildi. Uning yuzidagi tabassum va ko'tarinki kayfiyat uning shu so'zlari juda samimiy va qalbdan aytilayotganini ko'rsatib turadi. Videoda Munisa Rizayeva bo'yniga juda katta o'lchamli uzuk shaklida yasalgan bezakni taqib olganini ko'rish mumkin. Mening razmerimdagi uzukni qaranglar, qancha karat bu, deya hazil bilan so'zlarini davom ettirdi xonanda, degan video lavhalar tarqaldi. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.